Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga kondensatorda multimetr yordamida o'lchashni ko'rsatib bermoqchiman. Mana ko'rib turibsizlar, oldimda turli xil kondensatorlar, ya'ni turli xil multimetrlar. Mana ko'rib turibsizlar. Hammasi har xil. Birinchi multimetrimizni oladigan bo'lsak, mana kondensator o'lchash, mana farad bilan o'lchanadi. Ya'ni mikrofarad, nanofarad ko'rib turibsizlar. Mana 200 mikrofaradda turibdi. Mana kondensatorimiz oxiri sifrasi. Ya'ni buni maksimal 200 mikrofaradgacha o'lchay oladi. Bu degani ko'rib turibsizlar, bu yerda mana kondensatorlarimiz 2200. Bu degani bu multimetrimiz yordamida bu kondensatorda parametrini o'lchay olmaymiz. Bu orqali mana bunday kondensatorlarimizni, ya'ni 3 mikrofaradlarda o'lchay olamiz. Ya'ni nanofaradlarda ham o'lchay olamiz. Keyingi multimetrimiz, mana ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda mana kabellarimizni ulash katiklari ochilgan. Mana bu yerga qizil simimizni olamiz, bu yerga qora simimizni olamiz. Ya'ni bu 2000 mikrofaradgacha bo'lgan kondensatorimizni o'lchashimiz mumkin. Mana bu yerda yana 2200 turibdi. Bu 2200 ni bu o'lchay olmaydi bu multimetrimiz. Mana bu yerda 470 mikrofarad, 200 volt. Ya'ni buni bemalol o'lchashimiz mumkin. Hozir buni o'lchab ko'rsataman. Keyingi multimetrimizga o'tadigan bo'lsak, bu multimetrimiz zamonaviy multimetrlardan bittasi. Mana ko'rib turibsizlar, mana farad bitta sifra turibdi. Bularda masalan 20, 2 mikrofarad, 200 nanofarad bunday sifrasini o'zgartirishimiz shart emas. Bunda bitta qo'yiladi. 2000 bo'lami, 4000 bo'lami mikrofarad o'lchay beradi. Bularda mana oxirgi 2000 mikrofaradgacha o'lchayman degan narsasi yo'q. Hozir o'lchab ko'rsataman. Men 470 mikrofarad bo'lganligi uchun 2000 ga sozlab oldim. Agar 20 mikrofaradgacha bo'lsa, buni tushirishim ham mumkin kondensatordan kelib chiqib. Mana ko'rib turibsizlar, 498 chiqyapti. Kondensatorimiz. Mana bu yerda markasi 470. Bu to'g'ri o'lchayapti. Ya'ni plus minus har qanday kondensatorda bor. Pastroq, ko'proq chiqishi mumkin. Endi bu multimetrimizni ishlatib ko'rsataman. Kabelini olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana 2200 mikrofaradda ham bir bu multimetrimizni ulab ko'rsatib beray. Mana ko'ryapsizlar, noto'g'ri o'lchayapti. Chunki bu 2200 dan 200, bu 2000 dan baland. Men endi bunda o'lchab ko'rsataman. Bu multimetrimiz o'zini sozlaguncha 1 daqiqa kutishimiz kerak. Mana 2200 точно ko'rsatyapti. Mana bu kondensatorimizni ham mana 2200 mikrofarad. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar kondensatorda o'lchaganimizda. Sizlarga qaysi multimetr yoqdi? Birinchisimi, ikkinchisimi, uchinchisimi? Kommentariyalarda yozib yuborsangizlar yoki sizlar bundan yaxshiroq multimetrlar ishlatgan bo'lsangizlar, ularni ham yozib yuboringizlar. Kanalga obuna bo'ling. Bundan da yaxshiroq videolar chiqarishga harakat qilamiz.